Xayrli kun obunachilar. Bugun sizlar bilan do'konimizdagi svarishli apparatlar haqida gaplashamiz. Do'konimizda unaqa katta assortiment yo'q. Agar sizlarga hozir aytadigan svarishli apparatlarimizdan tashqari boshqa modelli kerak bo'lsa, kommentariyaga yoki direktga yozsanglar, sizlarga kerak modelni qidirib topishga harakat qilaman. Inco firmasidan 200 amperli eng oddiy NMA svarishli apparatimiz. Bu yoqda 250 amperli, bu ham NMA oddiy svarishli apparat. Bu yoqda Mark tikli svarishli apparatimiz. Bunimiz 200 amperli. Bu yoqda 40 amperli plazma rezamiz, ya'ni bu faqat rezak. 160 amperli oddiy svarishli apparatimiz. Bu ham shunaqa 160 amperli oddiy NMA. Bu yoqda 250 amperli Beauty firmasidan, bu esa 330 amperli. Toto firmasidan 180 amperli oddiy svarishli apparatimiz. Bu esa Arc Force 500 modeli. Bu ancha yaxshiroq model, 500 amper bo'ladi. Bu yoqda Toto firmasidan Tic Mac svarishli apparatimiz 160 amper va bu yoqda 250 amperli Toto firmasidan oddiy NMA va do'konimizdagi eng mnogofunksionalniy svarishli apparatimiz Mag Mic NMA Tic. Bunimiz 160 amper. Kimga bu svarishli apparatlar haqida ma'lumot kerak bo'lsa, ya'ni Mag Mic Tic NMA, kommentariyada yoki direktda aynan qaysi svarishli apparat qiziq bo'lsa, imkon qadar shu haqida sizlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz.